Demak, talablariga binoan Mahalla Cup final bosqich, ya'ni Chempionlar Ligasi deb atalmish boshlandi. 4 jamoa yo'llanmani qo'lga kiritganda, qaysi bilmayman, ayrim sabablarga ko'ra bog' ko'cha uchrashuvga kela olmadi. Shuning uchun 6-dom, ya'ni 6-dom bolalari mana shu yerda. Obuna esdan chiqmasin. Shu davay. Bular maydonga yetib kelishdi va raqib yo'qligi sabab to'g'ridan-to'g'ri finalga yo'llanma oldi. Hozir ikkinchi final uchun Ulug'bek ko'cha hamda Jambo ko'chasi hozir o'yinga maydonga tushadi. Va ozgina shartlar o'zgargan. U haqida keyinroq batafsil ma'lumot beramiz. Demak, bugun g'olib aniqlanadi va albatta bundan keyingi bosqich endi Bo'stonliq tumani bo'yicha bo'ladi. Shu videoning tagida birinchi kommentariyaga G'azalkin shahridan tashqari Chorvoq, Burchumlar, Nanay, Sijay, yana shu bu tomonlardan Dumaloq, Yembek, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi brigadlar, Abbay, Qo'shqo'rg'on, Qoramanas, kim qaysi mahalla yozsa, shu mahallaga borib Mahalla Cupni, aynan shu birinchi yozilgan mahalla, birinchi kommentariyaga borib Mahalla Cup turnirini tashkil qilib beramiz. U yerdan ham g'oliblarni aniqlab, xuddi shunaqa bo'ladi va keyinchalik ularning ham o'rtasida Chempionlar Ligasi bahsi o'tkaziladi. Demak, jamoalarga omad tilab qolamiz. Shtatifim olsam bo'lar ekan. Ha. Hamma narsa mumkin bu Mahalla Cup. Sizlar 6 kishi o'ynaysizlar, ular bir kishi kam kelgani, ular nima bo'lmas. Winner out. Out. Final 6-dom va Ulug'bek mahalla. Mahalla Cup birinchi bosqich, Chempionlar Ligasi yakuniy uchrashuv va undan keyingi bahslar masshtabni yanada yengillashtiramiz. Bo'stonliq tumani bo'yicha mahallalararo
Bizning asosiy maqsadimiz yosh talantlarni topish. Inshaalloh yaxshi talantlarni topganimizdan keyin Gazalkin Junior jamoasi siz bilan albatta shartnoma tuzadi. Shu shartnoma asosida bizlarning qo'l ostimizda malakali murabbiylar qo'l ostida shug'ullanib, inshaalloh futboldagi o'z yo'lingizni balkim aynan shu sabab topishingiz mumkin. Shuning uchun yozinglar, qaysi mahallaga borish kerak, yozinglar. Şur. Üç trafiğini olsunca. O'ynasanchi. Kapta o'zingda-yu. Shtrafni o'ydiganim yo'q. Yo'q. Yo'q, men nima qiladigan ishim yo'q. Men qiladigan ishim yo'q-da. Ke bolam, davay. Ucho. Futbol kimdir yutadi, kimdir yutqizadi.
bugun yutqizgan bo'lsang ertaga yutasan. Moment bo'ldi, urish kerak edi. O'sha balki bitardim. Kinoda zo'r shot anaqa. No, davay keldi, olsa. Ular молодцы baribir. Final boshqa chiqdilar. Ikkilar chetgacha hamma ham yetib kelgani yo'q. Avvalambor. Sizlar finalda bugun o'ynadinglar. Dasto'yni o'ynadinglar, men ko'rdim, yaxshi o'ynadinglar, молодцы. Muhimi futbol tashlab qo'yish kerak emas. Shug'ullanayotganlar yanada ko'proq mehnat qilish kerak. Hamma o'zini baribir qatnashayotgan murabbiylarning qo'l ostida yaxshilab ishlash kerak. Murabbiylar sizlar uchun jon kuydiradi, harakat qiladi, nimadir o'rgansin deydi. Qarab, men yana bir marta aytaman. Zamonlar yaxshi, mahalla o'rnidan ancha yaxshisilar. Ayrim bolalar anaqa qilish kerak, futbol bilan shug'ullanish kerak. Lekin futbol shug'ullanganlar bor, shug'ullanmaydiganlar bor. Shug'ullanmaydiganlarning hisobiga yaxshi o'ynayapti. O'yinlarda sizlar yoshsizlar, to'g'ri yoshlik qildi, lekin o'yinlar qanaqa chiroyli, mazmunli bo'ldi misol uchun. Pas o'ynashga harakat qildinglar, tashlashdinglar, ya'ni joylar qilib aytganda, xarakter ko'rsatdinglar, momentinglar ham bo'ldi. Zo'r 2-3 ta zo'r yaxshi momentinglar bo'ldi. Hali nima deydi, bu sizlarga o'zi aslida tramplin vazifasini o'taydi. Ertaga bugun qilgan xatolarni ustida ishlasanglar, sizlar kuchli jamoaga aylanasiz. Bu bilan muxolifat tugab qolmaydi. Sizlar eng baxtlilarisizlar. Nimaga? Birinchi tashkil qilingan bu turnir hali shu paytgacha balki bo'lgandir oldin, lekin bunaqa media darajasida Instagramda, YouTube'da bu narsani yoritib bo'lmagan. Hech kim yurmagan mahalla davay chiq o'ynagan. O'ynadinglar, молодцы. Sizlar birinchi ishtirokchilar, birinchi finalchilar bu qolasizlar tarixda baribir, birinchi g'olib. Endi bu futbol anaqasi shunaqada, nima deydi? Futbolda shunaqa o'zini o'ziga hayoti bor. Shunda kimgadir g'oliblik nasib qiladi, kimgadir esa faqat finalda ozgina omad. Mag'lubiyat. Lekin yana bir marta aytaman, agar sizlar kuchli bo'lish xohlasangiz, bugungi o'yindan xulosa qilib o'zinglarni kuchaytirasiz. Bugungi xato o'lishga ishlaysizlar va keyingi o'yinlarga bundan kuchliroq qilasizlar. Keyin masalada ham o'ylayman, mahalla, ulug'bek mahalla keyingi anaqalar ishtirokchilarga yana omad tilab qolamiz. Yaxshi bolalar bor, o'tirimiz anaqa emas. Harakat qilib boyga hammaga omad tilab qolamiz. Barcha ishtirokchilarga rahmat aytib qolamiz. Xudo xolisa hozir oddiy bola Vayans kelyapti, u bilan maslahatlashib birinchi o'ringa umuman ko'ramiz. Balkim hozir hamma jamoani olib borib, bu yerda asosiy maqsad do'stlik. Do'stlik, yangi tanishlar kirishga faqat hayot futboldan iborat emas. Futbol maydonda raqib bir-birlar bilan anaqa qilasizlar, lekin ertaga ko'chada bir-birini ko'rganda bir-biriga bo'lgan hurmat. Raqib sifatida sizlar ham bir-birlarini ajoyib o'yin ko'rsatdinglar. O'ylaymanki, ertaga endi u maydonda qoldi, bir-birini ko'rganda bir-biriga bo'lgan hurmat, izzat oshadiki, lekin anaqa bo'lmaydi. Shunday barchaga yana bir marta rahmat. Sizlar eng birinchilardan bo'ldinglar va eng birinchilardan bu tarixga kirasizlar. Hammalarga katta rahmat aytib qolamiz. Ishtirokchilar uchun. Bo'lmasa sekin ozona qilib yechaveramiz.